Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi sizlar bilan ekologiya va tabiatni muhofaza qilish fanidan populyatsiyalar ekologiyasi bo'yicha suhbatlashib olamiz. Mavzu bo'yicha rejamiz populyatsiya haqida umumiy tushuncha, populyatsiyaning xususiyatlari va tuzilmasi, hayvonlarning etologik tuzilmasi va populyatsiyaning gemostazi to'g'risida gaplashib olamiz. Mavzu yuzasidan tayanch so'zlarimiz mavjud, ya'ni reja bo'yicha populyatsiyalar ekologiyasi. Ekologlar populyatsiyaning o'sishi ustida tadqiqotlar olib borishdi. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, populyatsiya soni va o'sishi iqlim sharoitlariga bog'liq hisoblanadi. Populyatsiya sonini o'sishida jinslar nisbatan muhim rol o'ynar ekan. Ya'ni populyatsiyalar nisbatan turg'un biologik sistemalar bo'lib, quyidagi ko'rsatkichlarga ega. Ya'ni populyatsiya individlar o'rtasida o'zaro chatishish natijasida doimiy ravishda sodir bo'ladigan genlar almashinuvi natijasi genofondi va turli to'siqlar va tarqalish imkoniyatining cheklanganligi bilan bog'liq holda boshqa populyatsiyalardan alohidalashganligi va ko'payish jarayonida ishtirok etadigan yosh individlarning soni va genlar dreyfi, mutatsiya kabi evolyutsiya omillari ta'sirida genlarning yangi kombinatsiyalarining yuzaga kelishi bilan tavsiflanadi. Populyatsiya muhim xususiyatlaridan biri, ya'ni o'z-o'zini boshqarishi, ya'ni uzoq muddat individlar sonini bir xilda saqlab turishidir. Va bu xususiyat populyatsiya gomeostazi, yunoncha homoios, o'xshash, stasis, turg'un deyiladi. Populyatsiya guruhi uyushma bo'lib, alohida olingan individlarga ega bo'lmagan xususiyatlardan biri tavsiflanadi. Ya'ni bu xususiyatlar insonlarga populyatsiyalarning kelajakdagi rivojlanishini oldindan bilishi, populyatsiyalar bilan o'zaro ongli munosabatlarni tashkil etishi muhim ahamiyatga ega va quyida populyatsiyaning xususiyatlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda populyatsiyalarning, ya'ni populyatsiyalarni uchratishimiz mumkin. Ya'ni bitta organizm va bir nechta organizmlarning populyatsiyalarini ma'lum bir hududni egallagan maydonlarini ko'rib olishimiz mumkin va tarqalish areallari va zichligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va sonini aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Va populyatsiyalar zichligi deb maydon yoki hudud birligidagi organizmlar sonidir. Populyatsiya zichligi maydon yoki hudud birligidagi organizmlar soni biomassasi bilan o'lchanadi. Masalan, 1 gektarda 100 ta daraxt, 1 gektarda basseyn hududida 10,000 bosh yoki 1000 kilogramm baliq, 1 metr kub suvda 5 million xlorella yashashi mumkinligi, ya'ni o'sha populyatsiyalarning zichligini bildiradi. Populyatsiyalarning jins tuzilmasi deganda turli yoshdagi guruhdagi erkak va urg'ochi individlarning son jihatidan nisbati deb olamiz va populyatsiyadagi jinslar nisbati birinchidan jinsiy xromosomalarning qo'shilishi bilan genetik qonuniyatlarga bog'liq bo'lsa, ikkinchidan tashqi muhit ham ta'sir etishi mumkin. Populyatsiyaning yosh tuzilmasi, ya'ni qayta tiklanishning jadalligi, nobud bo'lish darajasi, nasllar gallanishining tezligi kabi muhim jarayonlarni ifodalaydi. Ko'pgina turlarda jinsni aniqlashning genetik mexanizmi, jinslarning birlamchi nisbati, avlodda jins bo'yicha bir nisbatda ajralishini ta'minlaydi. Erkak urg'ochi organizmlar yashovchanligining farq qilishi, evolyutsiya jarayonlarini shakllanganligini belgilab olishi, populyatsiyada bunday nisbat har doim ham kuzatilavermaydi.
mana bu yerda bu nimamizda, ya'ni populyatsiyalardagi individlarning, ya'ni yoshini, tarkibini o'sib borayotganini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda A variantimizda o'sib borayotgan populyatsiyalarni kuzatsak, B variantimizda populyatsiyalarni va kamayib borayotgan populyatsiyalarni biz ko'rib olishimiz mumkin ekan. Biosinozning tur tarkibi. Har qaysi biosinoz turlarning xilma-xilligi bilan xarakterlanadi. Biosinoz turlarining xilma-xilligi haqida amalda to'liq tasavvur hosil qilish mumkin emas, chunki mikroorganizmlarning barcha turlarini hisobga olib bo'lmaydi. Biosinozning tur tarkibi biotopda yashovchi turlarning umumiy soni belgilab olinadi. Turning fazoviy strukturasida, ya'ni populyatsiya individlarining o'zlari egallagan hududda tarqalishi va turlarning biotopda ham gorizontal hamda vertikal yo'nalishlarda ma'lum qonuniyatlar asosida taqsimlanishi biosinozning fazoviy strukturasini belgilaydi. Hamda biosinozda vertikal yaruslilik gorizontal mozaik strukturaga xosdir. Mana bu yaruslar orqali, ya'ni biz o'simliklarimizning yorug'sevar daraxtlarni va soyaga chidamli daraxtlarimizni kuzatishimiz mumkin ekan. Va bu yerda biosinozning gorizontal strukturasi, mozaikalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tabiiy populyatsiyalar, individlar bir tekis tasodifiy guruhli tarzda taqsimlanadi. Oziq zaxiralari, hudud uchun kurash keskin kechadigan turlarning individlari arealda bir tekis taqsimlanadi. Hamda masalan quyuq o'rmonda qo'shni daraxtlar bir-biridan taxminan shox shabasining hajmiga teng masofada uzoqlikda o'sadi. Ekologik shart-sharoitlarga ko'ra yashash muhiti bir xil bo'lgan arealda individlar tasodifan taqsimlanadi. Ekologik xulq-atvor strukturasi populyatsiya individlari o'rtasida tarkib topadigan munosabatlar tizimidir. Bunday struktura hayvonlarga xosdir. Ayrim populyatsiyalar individlari yakka holda yashaydi. Ko'p hollarda organizmlar guruhlar, oila, koloniya, to'da, poda bo'lib yashaydigan guruhlari ham mavjud. Oilaviy yashash tarzi ota-onalar, bolalar o'rtasida munosabatlarni vujudga keltiradi. Mana bu yerda o'sha yuqorida aytib o'tgan nimamiz bo'yicha yakka holda yashovchi, to'da bo'lib yashovchi, oilaviy yashovchi va poda bo'lib yashovchi hayvonlarni yaqqol ko'rishimiz mumkin. Mana bu rasmlarimizda ham o'sha to'da, poda holida yashayotgan hayvon turlarini ko'rishimiz mumkin, sonini uchratishimiz mumkin. Bu yerda populyatsiyalarning, ya'ni o'sishi, tug'ilishi, yashovchanligi, populyatsiyalarning areali, bir tur individlari nobud bo'lishi va sonini ko'rishimiz mumkin ekan. Va avlodlar hayotining davomiyligi bo'yicha ham biz ushbu rasm orqali individlarning hayotchanligini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni hayotchanlik egri chizig'iga ko'ra to'rttaga ajratilgan, ya'ni kuchli qabariq hayotchanlik egri chizig'i, oraliq hayotchanlik egri chizig'i, botiq hayotchanligi va pog'onali hayotchanlik egri chiziqlarini ko'rib olishimiz mumkin ushbu rasmimizda.